Assalomu alaykum barchaga. Advent of Cyber 2025 day 18. Demak, bugun biz sizlar bilan 18-kunda obfuscation mavzusini ko'rib chiqar ekanmiz. Juda ham qiziq va biroz xo'sh, ya'ni o'rta darajada bo'lgan mavzu hisoblanadi. Ya'ni qiyinlik darajasi bo'yicha demoqchimiz. Obfuscation nima? Shunchaki oson qilib aytadigan bo'lsak, odamni chalg'itish, ya'ni tushunib tekstni, biror bir narsani tushunib bo'lmaydigan, tahlil qilib bo'lmaydigan holatga keltirish. Demak, shu narsa haqida gaplashar ekanmiz. Obfuscation nima? Nima uchun? Qayerda ishlatiladi? Encoding, encryption, obfuscationning farqi. Hop, obfuscation va uning demak common texnikalari CyberChef orqali demak biz keyin tekstni, ya'ni o'sha flagimizni topishga harakat qilar ekanmiz. Xo'p, demak bizda bugun faqat VM, ya'ni virtual machine kerak bo'ladi. Buni bosib qo'yamiz va demak o'rganishlikni boshlaymiz. Minus qilib tursak ham bo'ladi. Demak, obfuscation and deobfuscation, understanding the gibberish. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, obfuscation is the practice of making data hard to read and analyze. Attackers use it to evade basic detection and delay investigation. Mana ko'rishimiz mumkinki, obfuscation, ya'ni o'sha ma'lumotni xo'sh o'qish uchun, analiz qilish uchun, ya'ni tahlil qilish uchun qiyinlashtirilgan holatga olib kelish. Qaysiki o'sha defenderlar yoki o'sha blue teamdagilar bu ma'lumotni demak o'qishga qiynalishini ta'minlash, ya'ni qiynaladi. Oddiy tahlil qila olmaydi. Attackerlar buni, ya'ni hakerlar bu narsani nimaga ishlatadi? Antiviruslarni cheklab o'tish uchun va o'sha tadqiqotlarni, investigation, ya'ni chuqur izlanishlarni demak kechiktirish uchun ishlatadi odatda. Xo'p, mana bu yerda misol keltirilgan. A security tool will automatically block any file that contains the word the bandit yeti. Misol uchun aytilgan antivirusga o'xshagan biror bir xavfsizlik demak dasturi avtomatik ravishda the bandit yeti degan so'zi qatnashgan xo'p faylni bloklaydi. Buni cheklab o'tish uchun hakerlar demak shunchaki oddiy bo'lgan sayferdan foydalanadi, ya'ni root 1 dan bu stringni yashirish uchun. Ya'ni bandit yetini root 1 ga o'tkaziladigan bo'lsa, demak xo'sh, u tushunarsiz holatga kelib qoladi. Ya'ni rotation 1. Bu yerda biz ko'rishligimiz mumkin. Rotation 1, ya'ni bu qanaqa shaklda ishlaydi? Bu yerda ko'proq asosan kriptografiya haqida gap ketadi bugungi mavzuyimiz. Ya'ni shifrlash, kodlash, tushunarsiz holatga keltirish, aynan shu mavzu. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, letter A bo'ladi B, B bo'ladi C, C bo'ladi D. Xuddi ana shu holatga kelib qoladi va natijada carrot coins go 1, ya'ni mana bu tushunarli bo'lgan so'zlar bo'ladi DSSPU, ya'ni mana bu holatga kelib qoladi. Qachonki o'sha root 1 ishlatilganda, ya'ni A B bo'ladi, B buni qo'lda ham qilish mumkin, lekin kompyuterda bu osonroq qilinadi. Xo'sh, root 13 bor, ya'ni 13 ta A bo'ladi, 13-harfda turgan, adashmasam N, mana shu harf N harfi bo'lishi kerak, o'shanga o'tadi. B bo'ladi P yoki O, xuddi shu tarzda demak bu narsa davom etadi. Hop, obfuscation in the real world. Haqiqiy hayotda demak bu qanaqa? Biz juda ham basic, ya'ni oddiy, oson qismini ko'rib chiqdik, ya'ni tushunarli bo'lishligi uchun. Bu yerda esa mana biz qiyinroq, murakkab bo'lgan demak texnikalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, ozgina qiyin bo'lgan texnikalardan biri demak bu XOR hisoblanadi.
Xo'p, har bitta o'sha xarakter belgi, demak, byte sifatida tasvirlanadi va har bitta, demak, byte o'ziga tegishli bo'lgan key bilan, ya'ni kalit bilan birgalashtiriladi XOR orqali. Xo'sh, bu qanaqa ishlashligi haqida biz to'liq kirib o'tirishimiz shart emas, lekin biz shuni bilishimiz kerakki, har bitta bayt boshqa baytga demak ishora qiladi. Ya'ni bu shunaqa o'zgartiradi, ya'ni o'zgartirib tashlaydi. Har bitta baytni boshqa bir baytga o'zgartirib tashlaydi va natijada umuman tushunib bo'lmas va notanish bo'lgan belgilarga demak natijani olib keladi. Xo'p, XOR, ya'ni XOR bilan o'sha obfuscate qilish, qo'l bilan qilish bu oson emas, lekin bizda xo'sh boshqa toollar bor. Misol uchun unga aytishimiz mumkin. Bitta toolimiz bo'ladi, CyberChef. Ya'ni CyberChef degan tool demak bizga juda ham katta yordam beradi. Ya'ni aynan shu narsalarni amalga oshirishimizda. Xo'sh, CyberChefni ochamiz. Bu yerda o'zi linki ham berilgan ekan. Mana bu yerda reklamasi yo'q ekan, juda yaxshi. Xo'sh, CyberChefni ochamiz va input qismi bor bizda. Input, recipe, operations, output va mana bu demak carrot supremacy so'zini olib demak obfuscate qilishga harakat qilib ko'ramiz. Inputga bu yerga tashlaymiz. Bu yerga XORni olib kelib tashlaymiz va xo'sh, each operation has settings you can adjust. In our case we set key to A. Keyni demak A ga o'zgartiramiz. To make sure the drop down the key is to set to hex. Hexda turibdi, bizda juda ham yaxshi. Va obfuscated textni biz ko'rishimiz mumkin, ya'ni qanaqa holatga kelib qoldi. Ya'ni bu bitta XOR bilan A qilganimizda mana shu holatga demak bu kelib qoldi. Ya'ni inson bu narsani, ya'ni tizimlar ham bu narsani tushunishlikka demak qiynaladi. Ya'ni aytganimizdek, obfuscationning asosiy vazifasi hakkerlar, hujumchilar chetlab o'tish. Antivirusni, xavfsizlik sozlamalarini chetlab o'tib, o'zlarini yovuz maqsadiga demak erishish. Endi biz buni qanday qilib demak aniqlashligimiz mumkin belgilarini. Xo'sh, buni belgilarni aniqlashlikni demak bir qancha yo'llari mavjud. You can use these visual clues to guess the obfuscation technique method. Xo'p, rot1da one letter off, ya'ni bitta harf o'zgargan bo'ladi. Biz buni tushunib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 3 ta ya'ni A B bo'lganda, B C bo'lganda uni o'sha mana CyberChef bilan ham biz demak buzib oson olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam aniqlab olishlik osonroq rot1da, chunki rotation bir marta bo'lyapti. A B B C C D, ya'ni shu tarzda demak bu davom etyapti. Endi rot13, look for 3 letter words, ya'ni biz ko'rishimiz mumkin ingliz tilida Z degan demak artikel bor, u bo'ladi gur yoki bo'lsam and, naq. Hop, mana shu 3 ta harfli so'zlarga e'tibor berib, demak biz rot13 ni topib olishimiz mumkin. Ya'ni umumiy tushunchamiz bo'lishligi mumkin xayolimizda. Xo'p, base 64 juda ham oson. Base 64 ham bunaqa teng bo'ladi yoki bo'lmasam plus minus, ko'pchilik ko'p holda demak bitta teng, ikkita teng bilan demak u tugaydi. XOR ga keladigan bo'lsak, bu biroz qiyinroq, chunki u turli xil mana shakllardan, ya'ni belgilardan tashkil topganligi uchun. Agar xo'sh short secret, kichkina secret ishlatilgan bo'lsa, ya'ni sirli so'z ishlatilgan bo'lsa, demak uni qaytarilgan harflaridan yoki belgilardan biz sezishligimiz mumkin. Xo'sh, bu yerda base 64 bilan misol keltirilgan, ya'ni oxiri demak teng bilan tugayapti, demak natijasi bunaqa bo'lgan. Xo'sh, biz buni ham o'zimiz sinab ko'rishligimiz mumkin. Bu yerga mana carrotni shunchaki o'zini yozamizda.
XOR ni o'chirib tashlab base 64 qiladigan bo'lsak, hop, carrot, hop, bunnies eat carrot qiladigan bo'lsak, from qilibmiz, to qilishimiz kerak edi. Mana misol uchun bunnies eat carrot. Endi biz shuni copy qilib olamizda, bu yerga olib kelib tashlaymiz va from base 64 qiladigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin oxirida ikkita teng bunnies eat carrot degan so'z demak bizga kelib chiqayapti. Xo'sh, endi bizda notanish bo'lgan belgilar bor. Demak, bizda notanish belgilar bor, ya'ni unfamiliar patterns. Notanish belgilar, naqshlar deb olishimiz mumkin. Ya'ni o'zining belgilari. Xo'p, qachonki biror bir tekstni ko'rganimizda, xo'p, uni tushunmayapmizmi yoki nima ekanligini anglay olmayapmizmi yoki bo'lmasam qanday sayfar ishlatilganligi haqida fikrimiz yo'qmi? Bu okey, ya'ni yaxshi. Demak, biz boshqa operationsni harakat qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Qaysiki tekst o'qish imkoniyatiga o'qiladigan bo'lgunicha. Xo'sh, ya'ni boshqa operationlar ham demak ishlatilgan bo'lishligi mumkin bo'ladi bu holda. Demak, CyberChef'da bizda magic degan operation bor. Bu avtomatik tarzda taxmin qilib ko'radi va xo'sh, bizga tekstni dekod qilishga yordam beradi. Uni ishlatish uchun biz operationdan magic degan demak nini tanlab olishimiz kerak bo'ladi va natijaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bunga biz bitta misol keltirsak bo'ladi. Ya'ni o'zimizni boyagi mana bu stringni bu yerga magic deb yozamiz va magicni bu yerga olib kelib tashlaydigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin. Outputda intensive mod qilib qo'yamiz. Intensive mod qiladigan bo'lsak, base 64 dan bunnies eat carrot va properties qaysi tillar bo'lishligi mumkin. Base 64, bunnies eat carrot, ya'ni ko'ryapmiz, turli xil tillardan turli xil harakatlarni, ya'ni amaliyotlarni amalga oshirib ko'rgan. Hop, entropiyalarni ham hisoblab chiqqan, ya'ni qaysi biri yaxshi, natijasi yaxshi chiqqanligini va bu yerda bizda birinchida to'g'ri javobni demak biz ko'rishligimiz mumkin. Hop, albatta magic hamma demak layerlarni yoki bo'lmasam XOR keylarni demak aniqlay olmaydi. Bu tomonni ham hisobga olib qo'yishligimiz kerak. Osonlarini demak, xo'sh, oson stringlarni, oson bo'lgan mana bunaqa base 64 yoki bo'lmasam o'sha root 1 yoki root 13 bo'lishligi mumkin. Shularni topib berishga yordam berishi mumkin. Lekin layerlarga, ya'ni bir necha martalab XOR ishlatilgan yoki boshqa compression metodlari ishlatilgan texnikalarni, ya'ni stringlarni magic operationni to'liq yechib bera olmasligi mumkin. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana layered obfuscation. Ya'ni yanada ham qiyinroq qilish uchun demak attakerlar bir nechta texnikalarni demak bu yerda ishlatadi va u layer deb biz bunga, ya'ni qavat-qavatli bo'lgan obfuscation deb turib, ya'ni olishligimiz mumkin. Xo'p, bu yerda ko'ryapmiz, script that threat actors want hidden can be compressed with gzip XORed with xkey then finally base 64. Bu yerda mana gzip compression qilingan, XOR qilingan, ya'ni ishlatilgan with xkey bilan finally base 64 encoded, ya'ni base 64 bilan demak kodlab qo'ygan. Biz shuni demak hozir olib dekod qilishga harakat qilib ko'ramiz. Dekod qilishga magicda hozir o'zi avtomatik tarzda aniqlashlikka harakat qilyapti. Bu yerda aytilishicha, agar biz buni orqaga qaytarmoqchi bo'ladigan bo'lsak, base 64 bilan dekod qilishimiz kerak, XOR ishlatishimiz kerak va gzip bilan demak decompress qilishligimiz kerak bo'ladi. Magic bu narsani qila olmasligi ehtimoli juda ham katta. Mana ko'ryapsiz, ya'ni
Gunzip borligini aniqlab bera oldi. UTF bor va base 64. Ya'ni bu tushunarsiz. Ya'ni hech qanaqa bizga demak tayinli va o'qishimiz mumkin bo'lgan narsani chiqarib bera olmadi. Endi biz bu yerdan base 64, xo'sh XOR with X key, bu yerdan esa demak gzipni olamiz. Demak gunzipni yurgizishimiz kerak bo'ladi va natijada ko'rib turibmizki, bizda bu yerda mana shu skript yozilgan bo'lgan. Ya'ni o'sha Windows uchun ishlatiladigan demak skript yozilgan. Ya'ni layered qilib demak obfuscate qilingan, ya'ni yashirilgan, tushunarsiz holatga keltirilgan. Ana endi biz demak amaliy qismiga yetib keldik. Bu yerda bizda email bor ekan. Emailda demak PowerShell skriptini chiqarib olgan ekan PDF faylda. Ya'ni bu yerda real hayotga juda ham yaqin, ya'ni real hayotda deb olsak ham bo'ladi, chunki mana PDF fayl kelgan, PDF dan PowerShell skript chiqargan va uni isolated sandboxga qo'yib, nima bo'layotganligini demak aniqlashlikka harakat qilgan. Ya'ni biz qilamiz hozir shu narsani. Xo'sh, demak mashinamizni ishga tushirib olganmiz. Bu yerdan show split view qiladigan bo'lsak, mashinamiz ishga tushgan. Allaqachon. Va bizda bu yerda bor. PowerShell bilan demak desktopni ichida Santa Steeler PS1 ni demak ishga tushirib olishligimiz kerak bo'ladi. Santa Steeler PS1 incorrect XOR obfuscated API hex. Hop, C2 is not reachable. Hop, buni orqasida nima yozilganligini demak biz hozir ko'rib chiqishligimiz kerak bo'ladi. Hop, what's the first flag you get after the obfuscating the C2 URL running the script? Xo'sh, biz demak Visual Studio'ni ochib olishligimiz kerak bo'ladi. Bu yerda can start here section, follow the instruction in the comments and save, then run the script from PowerShell terminal and get your first flag. Xo'p, buni kattaroq qilib olishimiz kerak bo'ladi, chunki bizda ekranimiz uchun joy yetmayapti hozir. Instruction demak bizga berilgan ekan, shuni biz hozir amalga oshirishimiz kerak bo'ladi, ya'ni aytilgandek qilishimiz kerak bo'ladi va natijada biz demak flagimizni olishlikka erishamiz. The obfuscate the string present in the C2B64 variable and place the URL into C2 variable. Then run this script to get the flag. Xo'sh, mana buni biz demak olar ekanmizda, buni deobfuscate qilar ekanmiz. Deobfuscate qilish uchun biz magicdan foydalanib ko'rsak bo'ladi. Xo'sh, bizda demak mana bu natija kelib chiqdi. Ya'ni qolganlarda ham bir xil deyarli. Buni bu yerga yozib olamizda, C2 ni URL ga buni yozamiz. Xo'p, C2 North Pole THM X field va saqlaymiz. Saqlab turib, demak buni ishga tushiramiz. Hop, is not reachable, demak bizda step 2 ham bo'lishi mumkin. North Pole. Xo'sh, HTTPS ni ham menimcha yozishimiz kerak. HTTPS C2 saqlaymiz.
va demak natijani ko'rishligimiz mumkin. Birinchi flagni olishga erishdik. Ana endi bizda API bor. The second challenge. This time you must obfuscate the malicious actors API using XOR for low part 2. Demak bizda ikkinchi qismini ham berib qo'ygan. Bu yerda nima deyapti? Key 0x37 API key. Hop, obfuscate the API key using XOR single byte key 37 and convert to hexadecimal, then add the hex string to API key variable, then run the script to receive flag 2. Xo'sh, API key, mana bu API keyni biz olamizda XOR qilishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz uni XOR qilamiz. 0x37 37. Xo'sh, bu biroz boshqacha ko'rsatdi. Hex. Bizda hexmi? Ha, yo'q, mana x37 bu yerdan hex qilishimiz kerak bo'ladi. 2 hex qiladigan bo'lsak, buni copy qilamizda bu yerga olib kelib tashlaymiz. Va hexni mana bu yerga yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. 74, 76, 79, 73, 6i 1a 74, 76, 79, 72, 1a 76, 67, 7i 1a 7c 72, 6e. Saqlaymiz va yana bir marta ishga tushirishga harakat qilamiz. Va ikkinchi flagni ham demak biz muvaffaqiyatli tarzda qo'lga kiritdik. Juda ham qiziq va biroz o'sha aytganimizdek o'rta darajada murakkab bo'lgan mavzu hisoblanadi. Ya'ni mana shu tarzda hakerlar, hujumchilar o'zlarini yovuz niyatlariga, ya'ni qiyin qilib skriptlarni yashirish orqali, dasturlarni orqasiga yashirish orqali demak o'zlarini maqsadlariga demak erishishadi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizda o'sha xona bor, obfuscation principles. Bu yerga kelib ham, ya'ni juda ham ko'p narsalarni demak o'rganishimiz mumkin. Shu yerda Day 18 ga bag'ishlangan sessionimiz o'z nihoyasiga yetadi. Sizlar bilan demak Day 19 da ko'rishguncha deb qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.